Hozirgi kunda har xil apparatlarda tekshirishyapti. To'g'ri, ipidan ignasigacha aytib berishadi. U yerda faqat fiziologiyani aytib berishadi. Bizdagi davolash tizimlaridan bittasi, ya'ni pulsovая diagnostika deydi. Tomir urishidan tashxis qo'yish. Tomir urishidan tashxis qo'yish ustozlarimizni aytishlari bo'yicha bu eng unikalniy metodika hisoblanadi. Lekin ustozlar ta'kidlashadiki, bu narsaga bog'lanib qolmaslik kerak. Chunki insonni tanasini ushlab ko'rishlik, u qo'lni, quloqni, kafti, uni harorati, insonning ko'rinishi, bularga e'tibor berish kerak. Chunki insonning hayotda har xil holat bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda tomirdan bilib bo'lmaydigan jihatlari bo'ladi. Shuning uchun biz birinchi qiladigan ishimiz bemorning shikoyatini eshitamiz. Va shikoyatini eshitib turib, uni o'zini haqiqiy tug'ma naturasi, ya'ni fitratdagi mizojini aniqlaymiz. Ana undan keyin a'zolarni bitta-bitta tasarrufot qilib, kirib chiqib, har bitta a'zoni bilib turib, bitta kartinka hosil qilib turib, keyin biz unga insonning mizoji, kasali, yoshi, holati shunga qarab keyin biz dori-darmonlar tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda har xil apparatlarda tekshirishyapti. To'g'ri, ipidan ignasigacha aytib berishadi. U yerda faqat fiziologiyani aytib berishadi, ya'ni bor narsani ko'rsatib berishadi. Endi inson tanasida jismdan tashqari yana unda ruhiy holat bor. Unda emotsional holatlar bo'ladi. Insonning emotsional holati uni gormonlariga ta'sir qiladi. Gormonlariga ta'sir qilgandan keyin tabiiy bundagi mijoz o'ynaydi va o'zgaradi. O'zgarishligi g'ayritabiiy holatga o'tadi. Eng rivojlangan davlatlarda ham diagnostika apparatini har qanaqasiga solib ko'rishingiz mumkin insonni, lekin ular hech qachon insonning mizojini aniqlab bera olmaydi. Bu metodika faqat bizni Ibn Sino bobomizdan qolgan ta'limotda hammasi ko'rsatib berilgan. Shu tomir ushlab turishlikning o'zidanoq insondagi mizojini aniqlash mumkin. Qisman. Endi bu yillar davomida rivojlanib boradi albatta. Keyinchalik katta ustozlar ko'rmasdan turib ham shunday mizojini aniqlab, kasalligini aniqlab berishgan. Tomir ushlab tashxis qo'yishning afzaliy tarafi shuki, dunyoning har qanday rivojlangan apparaturalarida inson tekshirsangiz ham uni mizojini aniqlab bo'lmaydi. Misol uchun, jigari qiziganmi yoki buyragi soviganmi? Ya'ni mizoji sovigan yoki isiganligini hech qaysi apparat aniqlab bera olmaydi. Uni faqatgina pulsovая diagnostika va Ibn Sino ta'limotidagina uni ko'rib turib qilib berishlik mumkin.